Nexia 1ga bitta komplekt yig'ib beryapmiz. Narxini oxirida aytib o'taman. Bitta ko'rasizlar. Kenut komplektini yig'ib beryapmiz. Bu olayotgan xaridorimiz o'zi Rossiyada ishlar ekanlar. Kenut o'sha yerda ko'rgan ekanlar. Qaranglar, model Kenut 560 model. Hop, mikrofonimizning o'zini ko'rinishi. Radio fleshka Bluetooth 13 ta ekvalizer. Bittada ikkita telefonni podдерживать qiladi. Hop, oldi orqa kolonka subwooferlarni alohida ligirovka qiladi. Simsiz bemalol muzika eshitib yursanglar bo'ladi. Hozirgi paytda nafaqat O'zbekiston, Rossiyada ham eng populyar mikrofonlardan bittasi hisoblanadi. Mikrofonimiz shu. Kolonkaga keladigan bo'lsa, Kenut'da 1066 pishalkali kolonkani, ya'ni oldi tarafga shu kolonkani qo'yadigan bo'ldik. Hop, orqa tarafiga o'sha legendarniy original 718 kolonkasi. Bitta ko'rsanglar bo'ladi. Originali. Bu ustida setkalari turish holatini ko'rsatib qo'yaman mana. Mana shunaqa holatda turadi. Hop. Endi bu mikrofon, bu kolonkalarning ovozini yanada sifatli, yanada baland chiqish uchun biza Kenut uslubiga maslahat beruvdi. Ular yo'q, menga Sony berasiz dedilar. Mana ko'rsanglar bo'ladi, original Sony uslubi. Hop, bu narsalarni ulash uchun biz ham bunaqa Pantera ismidan foydalanamiz. Mana shu hamma komplektimizni $279 qilib beryapmiz. Sizlarga ham shunaqa original komplekt kerak bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz. Albatta aloqaga chiqinglar.